Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Ashhadu la ilaha illalloh va ashhadu Muhammadan abduhu va rasuluh. Nima uchun sizlarga savol? Yajuj Majud haqiga ko'p bola temalar bor, bironta domlalaring chiroyli gapira olmaydi, bo'lmagan gapni gapiradi. Men degani Abdulla domlalaring ham xudo xolasa demaydi. Taparatib urgan bironta videolarni yechishlaring hojati yo'q. Ularni men tasbih ettirib beraman qiyomat alomatlari haqida. 10 ta katta alomat esa shulardan bittasi Yajuj Majud, keyin Dobbatul Ard quyosh mag'ribidan chiqishi. Bu 3 ta haqida gapirib berishim mumkin. Masalan, Yajuj Majud haqida gapiraman. Yajuj Majudni Alloh taolo nima uchun yaratdi? U xalq bu, mana shu turgan xitoylaring. Nima uchun bunday? Nima uchun sabab? Sabab mana organizm desam, mana yer planetasini ham Alloh taolo yaratgansa, organizm deganing mana shu Qur'on Karimni dunyoga tatbiq qilish kerak. Bu bosqichlarga bosilgan navbatma-navbat keladi. Masalan, Aleksandr Makedonskiydan yangi Yajuj Majud devorlarini qilgan sizlar deylik Zulqarnayn deysizlar, u deylik 4000 yil oldin o'tgan demoqchi bo'lsanglar. Endi menga bildirgani Aleksandr Zulqarnayn demoqchiman, chunki faktik narsalarga ishonadigan odamlar ko'p. U haqiqatan ham quyosh sharq mag'ribga yangi g'arbga yurish qilgan, quyosh botadigan joyga bo'lgan. U deylik yangi ancha-muncha Makedoniyaga yaqin joylar, to Ispaniya, mana Fransiya deyilgan ancha kilometr bo'lgida, Angliya taraflarga. Quyosh botgandan yana keyin baqa qarab yurish qilgan, sharqqa qarab yurish qilgan deylik. Shu joylarga kelgan, eminda mana Surxondaryo, Termiz, mana bu tarafga Raxshana degan qizga uylangan, Baxtira davlatlari bo'lgan deydi. Mashidan uylangan Raxshana degan qizga 26 yoshiga bo'lgan. 26 yosh bu juda ham kichkina yosh emas, juda ham katta yosh emas, bir yosh yigitni yoshi bu. 26 yoshgacha hali bizlardagilar ko'p ish qilsa mashinalarda yo uylanib oladi, ya'ni harakat qilganlar. Mustaqillik davrlarga hech narsa ham qilmagan bo'lardi. Otasi uylantirmasa uylanmagan ham bo'lardi. U deylik o'zini diniga bo'lgan, o'ziga yarasha bo'lgandir uni ham musulmonligi. O'sha ish qilib dunyoni olganligi rost. O'sha Aleksandr Makedonskiy degan so'zdan Alexander degan Allohning yekkani Sandr degan so'z turadi so'zdagi. Ya'ni menga 6-hissiyot bor. Men Qisbaqa burjiga turibman, burjlar bor. Avliyolik burji deyiladi, 6-hissiyot avliyolik deydi. Keyin so'zlar o'zbek, tojik, rus tillaridagi nima so'z bor, men aytib beraveraman bularga. Menga bildiradi Alloh taolo vasodat bilan. Qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 40 yoshlardan keyin bildirilgan bo'lsa, Alloh taolo menga ham bildirgan. U kelgan, mana shu yerlarga kelganda Hindistonga qarab yurish qilgan ham o'zi mazasi qochgan, ketgan, shu bilan umri tugagan. Har qanday mana kofir tuzumlar uni boshqacha kinolarni chiqaraveradi. O'ziga yarasha uni Aristotel degan ustozi bo'lgan. Ustozlar yomon narsadan gapirmaydi, bilasizlar. O'sha deylik donolikni o'ziga yarasha tarbiya bergan, yetkazgan unga ham. Alloh olam, Alloh bilguchi, lekin menga bildirgani Aleksandr Makedonskiy degan Alloh taoloning yekkan Makedonidirsan degan so'z turadi. Bu qayerdan kelsa, nima qilsa odam ato mamaxoni, masalan bitta mashinaga gurin ketadigan bo'lsa, u Alloh man qilgan daraxtga tegilgan degan bizning tafsirimiz bo'yicha Makedoniyaga budoy daraxtiga tegingan deyiladi. Mana Makka nomi ham biz ibodat qiladigan shahrimizdan nomi Makka doniga qo'yilgan, Osiyoga joylashgan. Osiyo deganingiz Eron tiliga, masalan, tojik tiliga, fors tiliga masalan Osiyo tegirmon degan Osiyob deydi. Keyin o'sha Hojra Qaratosh Hajarul Asvad atrofidan aylanishi ham tegirmon ma'nosini beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis va o'rtachasini ushlaydi hamma narsani deyarlar. Ya'ni Sharqiy Osiyo, G'arbiy Osiyo bo'lganday, O'rta Osiyo, katta mayda Osiyo bo'lganday, O'rta Osiyo din mazhabini olishligini bizga Alloh taolo buyurishini oldindan ijod qilib qo'ygan. O'rta Osiyoda Sarasiyo ma'ni tegirmonni boshi deyilgan ma'noni beradi. Bergir olmon qo'ydi, bu yerda gap shariat ahkomlari haqida ketadi. Ya'ni har bir qarchi yer masjiddir deganday, ya'ni bundan keyingi hayotimiz islom bilan bo'ladi. Islom bilan bo'lishi uchun Alloh taolo xuddi mana Aleksandr Makedonskiydan payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldigacha bitta qarin keldi. Undan oldin masalan aytsa bo'ladi, Muso alayhisalom davrlari, Iso alayhisalom davrlari, bular hammasi Qur'onni yo'lidagi bir-biriga o'xshash ahli kitoblar berildi bular. Deylik Zaburlar, Davud alayhisalom berilgan madh qilish Alloh taoloni. Bizga ham Allohni ulug'laymiz. Alhamdulillah robbil alamin deymiz. Mana bular bir-biriga yaqin dinlar. Bular Allohga ibodat qilishga buyuriladigan dinlar. Ibrohim alayhisalomning zurriyotlaridan chiqqan bular. Bizlar masalan inshaalloh bular ham Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Ibrohim alayhisalomning dinlaridan bizlar. Lekin bizlar kitobimizga ham masalan hadislarga ham aytilgan yeringlar ustidan urush bo'ladi. Nima bo'ladi?
yangi kofirni yevreyda daraxtlar aytadi, mana shu mantag'imga turibdi, tosh mana orqamga turibdi, o'ldi deyilgan. Ularni kitobiga ham aytilgan, ularga ham aytilgan yevreylargaki, yeri davlati bo'ladi, yangog'day mustahkam bo'ladi, keyin dunyoga juda ham g'oliblik qiladi, dunyodan ko'rmoqlik qiladigan Alloh taolo ularga ham bildirgan vahiylari bu. Shuning uchun nima qiladi ular? Hozir pul ularni qo'liga, dunyo ularni qo'liga. Men Tramplar ko'tini kesib, ko'tini o'ynatib tort kesgandan o'sha paytda aytdimki, bu boshlaydi deb. Chunki Alloh taolo menga bildirgan, mana shu va'da qilolmay aytaman, qayta qilolmayman, xohlasanglar. Bilmadim turishim mumkin. Zuhruf sura 61-oyatda aytilganki, Iso qiyomat soati Iso deyilgan. Naml sura 82-oyatga aytilgan, Dobbatul ardni chiqarurmiz biz odamlarga o'z tilida gapiradi degan. Bo'lmasa oyat alomatlarimizdan gapiradi degan. Oyat alomatlaringiz nimadi? Masalan, raqamlar haqida gapirsam, raqamlar ham namozniki, masalan, bir raqamingiz namozda boshiga qiyomga turishingiz, 2 atiyotga o'tirishingiz, 3 raqami nima deydi? 3 mana bu stolga o'tirganday turadi. Ya'ni taxti ustiga o'tiradi. 3 deyapti. Osmonga 3 deyapti. Ya'ni taxti ustiga o'tirib podsholar Allohni zikr qilishi belgilanadi, buyurilgan. Ya'ni podsholar xalqini duo qilib turish kerak. Podsho xalqini duo qiladigan podsho kim edi? Masalan, Eron podshosi edi. Nima qildi? Xalqini duo qilib gapiradigan paytga bismillahir-rohmanir-rohim deb gapiradi. Lekin uni ko'rib turibdilar, nima bo'lyapti? O'sha mana 500 kishi deb o'ldi deb, yana 12 ming kishi qanaqadir o'lib, nima bo'lyapti? Internet bo'shda boshqa shovqin-suron bo'lyapti. Xuddi o'sha vaqtga keldi. Ya'ni Isfaxondan 70 ming kishi Dajjolga erishadigan vaqtlarga keldi, ya'ni yahudiylar degan. Nima uchun? Ya'ni islom dinini xohlaydiganlar bor, u yerga deylik yahudiylar bilan yaqin bir millatlar bor. Yangi o'shanga keyin biz bo'lmasa demokratiya qilamiz deydigani bor, islomni xohlamaymiz deganlar bosh ko'tarib chiqadi. Endi nima bo'ladi? O'sha oxirniki musulmon davlati ham yo'q bo'ladi. Ya'ni bir hadisda men oldingi videolarga aytgandimki, 3 ta shaharda muddati dinoylar zaiflashadi deylar. Ya'ni deylik Iroqda aytgan, masalan, Iroq o'sha buzildi, kapanni bichildi. Keyin yana qaysini aytganlar, nimani aytdi deydi odamlar. Misr xuddi tuyani tezak yerga tushganda sachralib ketadi hamma yoqqa deganday, Misr qo'rqib turibdi. Yaqinga bilsanglar, studentlarni diniy nima o'qiydigan, ta'lim oladigan studentlarning telefonlarini chuqlanib, qanchasini o'chirtirib, telefonni musodara qilindi degan gaplarni eshitdinglar 5-6 oy oldin bilsanglar. Qo'rqib turibdi ulardan, yevreylardan hammasi qo'rqib turibdi dunyo. Yadro quroli yo'q qo'liga, qanaqa yo'l bilan qilish kerak? Mahdi sizlar kutayotgan mahdilarga urush yo'llari bilan bo'lsa, u Usama bin Ladenni o'ziga qilib qo'yardi. Oxirgi zamonda 5 kishi chiqadigan deyotsalar YouTube'ga, birinchi qahtonlik kishi chiqadi. Ulardan tartibini men sizlarga aytib beraman. Birinchi qahtonlik kishi Usama bin Laden edi, u asob bilan boshqaradi degan. Ma'nosi qo'pol boshqardi. Ya'ni hech narsaga erishmadi. Deylik bitta firqa anaqa tizli gruppalar, jangar guruhlar boshqa hech narsa ham emas. Nima desanglar, aldangan ayoldan kinoni ko'rsanglar, men jihad qilaman deb ayollar bo'yniga anaqa porlovchi moddalarni olib porlatasan o'zingni deydi. Haqiqatan shunaqa qo'pol boshqarilgan. Keyin ikkinchisi kimdi? Jahjahdan qul chiqadi degan. Tovush sherin tovushidan baland degani. Bu xalifa, bu oddiy inson emas. Qani qayerga u topib beringlar, ham topolmaysanlar. Fanlar Mahdini topgan paytga ana shuni o'xtargan qahtonlik kishidan keyin u kimdi? 2011-yil 7-yilda 65 kun o'tgandan keyin Alloh taolo meni saylagan Moskva shahrida. Nima uchun Moskva shahrida? Ya'ni Dajjol yangi shunaqa qiladi, 7 yil yog'ingarchilik, quruqchilik bo'lib ketadi degan o'sha 2000-yillardan 90-95-yillardan estirib bizgandan keyin o'sha yerlarga bordik bizlar. Nima uchun? Sababi Alloh taolo dinni yaratish, yo'yish uchundir. G'arbga yoyish uchun, Quyosh Ma'rifdan chiqadi degan ma'nosi ham islom dinini g'arbga yoyish uchun, ahli kitoblarga yoyish uchun. Alloh taolo mana Ukrainadagi urushlarda o'zi davno rejalashtirilgan bu. 80 ta bayroq tagidan 12 mingtadan soldat degan qarshi urush qiladi degan, mana qarshi kimga urush qiladi? Islom deyapti. Rossiyaga esirga islomiy bizda bor edi. Tojik, o'zbek, deylik Kavkazning tatarlar hammasi mana shu yerda turibdi. Ingush, chechen, bular chechilar urush qilyapti, islom bomba bergan. Keyin yangini yengadi. Ya'ni Ukraina yengandan keyin Rossiyaning 3 oy urush bo'ladi, to'xtamaydi. Urushlar ketaveradi. Yadro qurolga ham boradi. Yadro Yamandan o't chiqadi deganlari yadroga taalluqli. Nimaga desanglar, Yaman kemalarga qarshi urush qilyapti, yevreylar kemasiga qarshi. Sizlar aytganday
ya'ni Rasulullohning so'zida yo'lmasa boshqa olimlar aytibdi, eng to'g'ri hozir Yaman turibdi deyapti. Qanday turibdi? Men kommentarlarda o'qiymanki, Yamandan bizlar ochimizlar, pul taylar mana bu nimamga deb qancha yamanlik qizlar kvartira pulini to'lolmayman, boshqa qilolman deydi. Xo'rozor bo'layotgan. Yigitlar mana bunaqa qilyaptimi, jihod qilyaptimi o'zi? Nima bo'ladi? Bitta ikkita raketani jo'natsa, mana ana Tramp ko'tanak o'sha kapani pichiladi. Shuning uchun tinchlik yo'li bilan qilish kerak, shuning uchun birikishlaring kerak. Men musulmon deganingni eshitib turibman, kitob ishlaganlarini bilib turibman, men tinch bo'lsam bo'ldi deyapti. Qonni to'ysa, qonnini qappaytirib, shu bugun to'ydan bitta chaponchani olsa, yangi macha o'rab, yo 5 marta oshib, 4 marta go'sht yesa shu bo'ladi. Sanlarda ham xayoling mana shu bo'lyapti. Kapaning bishiladi. Men eshitib aytib qo'yaman, Mo'g'ul ya'ni qanday och bo'lar ekan, och qoldirib odamni ham yedirar ekan. Ammo qo'rqqandan keyin yeyilib ketadi. Alloh taolo va'da bergan yajmajdi. Qumurskani yeyaptimi, erta sanlarni ham yeydi, o'sha Rossiyani ham yeydi, Amerikani ham yeydi. Lekin tinchlik yo'li bilan qilish kerak, tinchlik yo'li bilan qilish uchun harakat kerak, harakat. Mana shu internetga bo'lsa ham harakat tinchlik yo'li bilan qilish kerak. Birinchi etap o'zbek tojik mana menga qo'llab-quvvatlagandan keyin hech bo'lmasa 313 ta kishi like bosish kerakmi? 313 ta kommentariy yozasanmi? Hech bo'lmasa bir 1000 ta, 10 ming ta promouter bo'ladimi? Keyin kuchliroq yana gruppalarni tuzamiz, ishlaymiz, blogerlarni. Dunyo bo'yicha harakat qilamiz. Rossiya bo'yicha. Rossiya nima uchun migrantlarni qo'ymayapti? Nima uchun hindlarni olib kelib qo'yapti, ishlatyapti o'shalarni sanlarni qo'ymayapti? Sababi u biladi oxiriga mana o'zbek tojik islom dinini yo'yish uchun Rossiyaga o'zi kapandim, o'shashini biladi. Shuning uchun o'zbek tojikka yopishyapti bu. Tushunib turibsan, ularda ham bashoratchilari bor, ularda ham sanlardan kuchliroq avlolari bor, sanlardan ko'ra shayxlari bor, kuchli kerak bizga davlatga xizmat qiladigan. Unaqa topib beradiganlar bor. Shunda pol ochib, kerak odam o'ldirib, kerak keting topib beradi. Mana uchtasi bitta yevreyni o'ldiruvdi. Qayerga borib, Dubaygami, qayerga borib ushladi, o'ldirdi. Men o'ldirishga buyurum qildi. 3 ta o'zbek bitta yevreyni o'ldirdi. Bitta yevreyga bular 3 ta o'zbek ketibsanlar. Shuning uchun million o'zbeksanlar. Qonunni qappaytirib yurma, 12 soat, 15 soat ishlab yurma. Sanlar menga ergash, men qilib beraman senga. Yer joy bilan boshqa hammasini to'g'irlab beraman. Muammoni men to'g'irlayman inshaalloh. Allohning buyrug'ini to'g'irlaymiz inshaalloh. Birinchi nima qilish kerak? Birinchi konstitutsiyalarda uni dunyo bo'yicha islomga keltirish kerak. Yevropa birinchi navbatga, Amerika birinchi navbat, Rossiya birinchi navbatga, ikkinchi navbat Xitoyning majbur bo'ladi. Yajmajning bir ho'j musulmon qolib borib turtoqlariga sanlardi, iymonni borib keyin duo bilan uni bo'yniga quchishib o'lmaydi. Qo'y san ham tinch bu, yurting ham tinch bo'lsin. Biz uni tinchlik bilan davlat qilaylik, ahli kitob davlat qilaylik. Mana buncha harakat qilish kerak. Sana anaqa gruppalaringga tuzilib 100 ming like bo'l, 100 ming prosmotr qil, ana unaqalar bilan men davlat qilaman, O'zbekistonni bunaqa dema, O'zbekistonni tepasiga himo qish turibdi. Himo qishi Alloh va'da berib turibdi. Hu degani zikr, sufiylar zikr qilgan mashrab bo'la, bir huchiki bon laylni majnun qilardim degan. Ya'ni Alloh shunday zikr qilganki, ya'ni bir yorni sevadigan majnun jinni bo'lib qo'ygan. Xudoni shunday yangi yorni sevgandan ziyod sevgan bizda deyaptilar. Sufiylar eng yuqori maqomi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, men insoniyatni kamolotga yetkazish uchun keldim derlar. Insoniyatning kamoli nima bilan bo'ladi? Mana shu sufiylik o'zi yuqori darajasi. Lekin biz o'rtachasini ushlaylik, dinni o'rtacha mazhab, mana 72 ta fiqh biza, mana shu bir o'rtacha o'rta osiyo din mazhabini ushlaylik. Mana shu ahli sunnani u eng o'rta osiyosinikini. Sanlar bor ve nimaga o'qib keladigan joylaring ham o'zi yevreyni tagiga yotdi, sanlar yalab keladigan misrlaring ham o'sha misr bo'lyapti, yevrey tagiga yotib qo'yibdi. Alloh taolo mana O'zbekistonni va'da qilib qo'ygan inshaalloh. Sanlar hijrat qilib qaysi yurtga borishdi nima? Hijrat mana shu O'zbekistonning o'zini ushlagan, O'zbekistonning o'ziga shukr qilgan, tuprog'ini yalamoq O'zbekistoningni o'pkin peshonasing bilan. O'zingni poshsholaringga shukr qilgan, inshaalloh sanlar poshshon teppa poshshon Putin turibdi, undan tashqari Tramp kunta turibdi. Tramp trovini beradigan bizni qo'limizda turibdi inshaalloh. Alloh taolo shuni chiroyli ko'zingga qo'rqitib turadi. Men degan musulmonning ham o'zi oilam tinch bo'lsin deb turibdi. Sanlar ismdan qo'rqaman deb. Ism beng O'zbekistonning bu bizlar aka-ukalar bilan ikkita tepib qayradi. Yevreylaring nimadi? Bu Tramp kuntang nimadi? Xohlagan davlatdan xohlagan poshshasini sug'urib ketyapti. Shuning uchun mana shu organizmga mana gerpes qo'yganmi? Mana yedi, mana terimni ichilgan yerlarimni yedi. Hol necha yilga o'zimga kelam bilmayman. Yer ahlini plantani ham Alloh taolo xuddi virus taqilib Xitoyda qo'yibdi. Hind qo'yib qo'yibdi. Qachon sanlar bir ahli kitob bilan kelsang, islomga kirtsang, ular raqam turib kelayapti, islomga kiradi inshaalloh. Gap shu, like bo'linglar, maksimum uzatinglar, tamom, menaqi, ishqi, jo'nat mana buni. Davay, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.